Ma'lumki, Vazirlar Mahkamasining joriy yildagi 15-may oyidagi tegishli qarori qabul qilingandi. Unga muvofiq 2025-yil 1-iyundan boshlab yo'l qoidalari doirasida bir qancha o'zgartirishlar hamda qulayliklar kiritildi. Navbatdagi mavzu aynan yo'lning qatnov qismida ajratilgan chiziqlar va uni bosib o'tish asnosida belgilanishi mumkin bo'lgan jarimalar xususida boradi. Ijtimoiy tarmoqlarda haydovchilarimizning transport vositalarini boshqarish jarayonida yo'l qoidalariga kiritilgan uzun chiziqlarni ajratuvchi polosani bosish hamda unga qo'llanilgan jarimalar to'g'risida turli munosabatlar bildirilmoqda. Maxsus avtomatlashtirilgan foto, video qayd qilish moslamalari bir sidirg'i chizuvni bosib harakatlangan holatda jarima sifatida qayd etilmaydi. Lekin bir sidirg'i chizuvni, demak, qo'pol ravishda bosgan haydovchiligi yo'l harakati xavfsizligi, yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan vizual nazoratga olingan holatlarda jarima yoziladi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, yo'llarimizda ta'mirlash ishlari ketayotgan vaqtda, demak, yoki birorta transport vositasi majburiy to'xtab qolganda, yo'l sharoiti yomonlashgan holatda ham bir sidirg'i chizuvni bossa, avtomatlashtirilgan foto, video qayd qilish moslamalari jarima yuborayotgan edi. Bu fuqarolarning noroziligiga olib kelayotgan edi. Endi bu yo'l patrul xodimlari vizual kuzatuv ostida haqiqatan majburligi sababli sidirg'i chizuvni bosayotgan holatlar bo'lsa, bunga nima jarima yozmaydi. Lekin qasddan sidirg'i chizuvni bosib harakatlanish oqibatida bo'ladigan bo'lsa, yo'l patrul xodimlari vizual jarima yozishiga sababchi bo'ladi va bu demak har bitta yozilayotgan jarima ballariga qo'shib boriladi. Qonunchilikda 533 yo'l belgisi bilan tilimizda o'rnashgan stop liniya deya aytiluvchi to'xtash chizig'i ham shular jumlasidandir. Bu jarayonda chiziqni bosib olgan har qanday haydovchi belgilangan tartibda jarimaga tortiladi.